Hozir uxlayaptimi yo behushmi? O'zini bilmaydi. O'zini bilmayapti. Ya kuladi, ya yig'laydi, gapirmaydi ham. Endi hozir operatsiyani o'ziga shu 10 mingdan oshib ketadi, $10 ming shunaqa. O'zimiz orasiga mayli, bu farzand yomon ekanda onasi ezilib ketdi bechora. Qo'yin diqqat qilmay bu Allohning bir sinovi bilan bir bizga bergan. Sen meni ona baribir hali ko'rib oldida kunda bilda yuradi. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisiz, salomatmisiz? Menimcha holatni tushuntirgandan ko'ra ko'proq o'zi tasvir sizga anglatib turibdi. 2 yasharli qizimiz Maqsudaxon hozir deyarli koma holatiga tushib qolgan, boshdagi o'simta sababli. Hozir onalardan so'radim. Yeyishlari mana shu shilanka orqali bo'lyapti. Hatto axlat qilishlari ham. Hozir onalar yig'lab aytayaptilar, eshitish yo'qoldi, hatto ko'rish ham hozir ko'rmay qoldi. Bu qizchaning shirinligini qarang. Lekin Alloh shuncha bu qizga dard beribdi, Xudo xolisa shifosini ham bergan azizlar. Faqat biz oqtarishimiz kerak, sababini qilishimiz kerak. Shu murg'aygina go'dakka Alloh shuncha dard beribdi, otasini sinab, onasini sinab, Xudo xolisa bular sabr qilishyapti, bularga ham chiroyli nasihatlar qildik. Mana boshda o'simta bor, ovqat yemay qo'ygan, nafas olyapti, yurak ishlab turibdi. Hali ham kech emas. Doktorlar bilan gaplashdim, $10 ming operatsiyaga, boring bir $5 ming yo'l kira Hindistonga borish kelish oziq ovqat. Xudo xolasa $15 ming atrofida bo'lsa, shu qizaloqimiz yaxshi bo'lib ketar ekan. Alloh Qur'onda meni rahmatimdan umid uzmang deydi Alloh. Biz modomiki bu qizchamizni yuragida urib turar ekan, umidni uzmaymiz. Saxovatpesha insonlarimiz ko'p, yaxshi insonlar ko'p. Men hammalaringizga iltimos qilardim. Bugun mana shu video sizni oldingizdan chiqsa, telefoningizda mana shu video ko'ringan bo'lsa, biling siz Alloh yaxshi ko'rgan insonlardansiz. Biling Alloh siz o'zini huzuriga, o'zini huzuridagi ajriga sizni chorlayapti. Muhtaram azizlar, keling, mana plastiklarimiz, mana shu qizchamiz uchun Xudo xolasa $15 ming yig'ishlikka niyat qildik, qasd qildik. 3 kun davomida inshaalloh mana shu ehson loyihalarini qo'yib boramiz va aminmanki, Xudo xolasa pulni bemalol yig'a olamiz va hammamiz qodirmiz mana shu Maqsudaxon qizimizni Hindistonga jo'natamiz. Biz hozir mana shu videoni ko'rayotgan paytimizda ovqatlanayotgandirmiz, mashinani minib ketayotgandirmiz, farzandlaringizni o'ynatayotgandirsiz, ertaga qaysi kiyimni kiyib to'yga boray deb o'ylayotgandirsiz. Mana shu ustingizdagi ne'mat. Mana bu farzand mana shu holatda ota-onasi qon yig'lab turibdi. Siz shu ne'matda bo'lganligingiz uchun ham Alloh uchun sadoqat qiling, Xudo uchun ehson qiling. Eng kamida qo'lingizdan kelmagan taqdirda shu videoni qodir insonga tarqatib qo'ying. Xohlasangiz bu oilani shaxsiy telefon raqamlarini, manzillarini beramiz. O'zingiz kelib qo'lingiz bilan ehsoningizni topshirishingiz mumkin. Plastiklarimiz ishlab turibdi. Telefon raqamlarimizga bemalol bog'lanib, qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. O'zingizni asrang, Allohning omonida bo'ling. Qizaloqimizga Alloh shifo bersin.